Üzerinde kebapqa shirin etdim deb davransanmay mafilmni to'liq ko'rib chiqinglar. Ichkiri o'lkalarda intayin olqishlanib bozorga tushib mengayotgan kebabning shirinini qanday tayyorlaymiz? Bugun darsiga yo'llab o'tdim. Mazmunga to'liq diqqat qilib, yulduz belgisini bosib bugun bo'lar. Oldi bilan tayyor qilib olganimiz 30 tal tuxum, samsaq, zanjibil, bosh piyoz, shovsong, kebabning shirini xurchi, oq ochiq so'z, shangyu qatorliqlarni tayyorlab olamiz. Orqadan bir tal dasqa 30 tal tuxumni chaqib tayyorlab olamiz. Üzerlar chiqqan eng noz chiqqan kebablarning rasmini inkasrayni qoldirib baqing, kimning noz chiqqan hammamiz birlikda ko'rib baqaylik. Orqadan chaqib olgan tuxumni tekshi holatda aralashtirib olamiz. Kebapchilikni o'gitib qo'ygan deyotgansizlar, bu shunda o'gitadigan filmdan yo'llasak, bir hatta yurakni basmayotgansizlar, yurak alt raqamlarini yulduz belgisini bosib, mazmunni qo'llab qo'ying. Orqadan izish mashinasiga 10 tal samsaq, 40 gram zanjibil, yarim tal bosh piyoz, ozroq suv quyib, tekshi holatda ushshaq ezib olamiz. Orqadan dasqa chaqib olgan tuxumning ustiga kebabni yemishtab qaynatib pishiradigan kebabning shirini xurchidan bir bo'loq to'kamiz. Orqadan ezib olgan samsaq, zanjibil, bosh piyozlarni solamiz. Orqadan 60 gram atrofida shangyu qo'yamiz. Orqadan oqochiq suvdan 40 gram quyib olamiz. Materiallarni selib bo'lgandan keyin tekshi holatda to'liq aralashtiramiz. Men shundoq kebabchilik, shovgovchilik hunarini o'rgansam bo'ladi degan ish raqamlarini o'rganishga qiziqmay ustam degan 3 raqamlarni yo'llab qo'ying. O'rganganlar ko'p bo'lsa, sizlarga o'zim o'rgatib qo'yay. Kebabning shirinisi aralish musharat kelgan vaqtda tayyorlab olgan shovsongni solamiz. Shovsong bilan shangyu qo'yganning qanday foydali tarafi bor bildiganlar inkas rayini qoldirib baqing. To'g'ri topadigan do'stlarga 2 kilo kebab do'risini men yaxshi sovg'a qilaman. Mana shirinimiz tayyor bo'ldi. Endi buningga tunli kebab bo'lsin, ziqliq kebab bo'lsin, jazura kebab bo'lsin, mushunga chilablar